Buyuk sarkarda va davlat arbobi Amir Temur tavalludining 689 yilligi munosabati bilan Termiz shahridagi 13 umumiy o'rta ta'lim maktabida bayram tadbiri tashkil etildi. Ushbu ma'naviy ma'rifiy tadbirda maktabning boshlang'ich sinf o'quvchilari faol ishtirok etishdi. Termiz shahridagi 13 umumiy o'rta ta'lim maktabida Amir Temur tavalludining 689 yilligiga bag'ishlangan ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazilmoqda. Bu tadbirni o'tkazishimizdan maqsad Amir Temurning yurtimizni ozodligi uchun olib borgan kurashlarini va shu bilan bir qatorda markazlashgan davlat tuzganligi haqida ma'lumotlar berildi. Bu bilan o'quvchilarda vatanparvarlik hissini shakllantirish. Shu bilan bir qatorda o'quvchilarga Amir Temur o'zining kundalik hayotida kitobni mutolaa qilishni qanday qilmaganligi aytib o'tildi. Tadbir davomida Amir Temurning hayoti, harbiy yurishlari, adolatli boshqaruv tizimi hamda ilm-fanga qo'shgan ulkan hissasi haqida atroflicha ma'lumotlar berildi. Buyuk ajdodlarimizning ibratli hayot haqida lavhalar, tarixiy sahna ko'rinishlari, saxovatli so'zlari bilan boyitilgan chiqishlar yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari yod olgan she'rlar, Temuriylar davrini aks ettiruvchi chiqishlar, musiqiy namoyishlar, vatanga bo'lgan mehr va muhabbat tuyg'ulari bilan sug'orilgan raqslar tadbirga alohida fayz bag'ishladi. Tadbir yoshlarda buyuk ajdodlarimizga hurmat tuyg'usini oshirish, tariximizga nisbatan qiziqishni kuchaytirish, vatanga muhabbat, g'urur va sadoqat tuyg'ularini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etdi. Amir Temur tavalludining 689 yilligi keng miqyos nishonlanib kelinmoqda. Shuning natijasida bizning o'sha maktabimizda ham mana shunday ma'rifiy tadbirlar ko'p miqyos o'tkaziladi va ushbu ma'rifiy tadbirlar o'tkazishning eng asosiy maqsad vatanimizda, ya'ni o'sha markazlashgan davlatning asoschisi bo'lgan Amir Temurning faoliyatini va o'sha o'quvchilarga vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga eng asosiy maqsad yo'naltiriladi. Shubhasiz, Amir Temur kabi buyuk shaxslarning hayoti va merosini yosh avlod qalbiga singdirish, ularni milliy g'urur va tarixiy xotira ruhida tarbiyalash yo'lidagi muhim qadamlardan biridir.